Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli prezidentimiz tomonidan 3 tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlari bilan uchrashib, ulardagi mavjud muammolarni hal qilish orqali yangi ish o'rinlari ochilishi, tadbirkorlik faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlarning masalasini hal qilish topshirib o'tgan. Shu munosabat bilan sizlar bilan bugungi uchrashuv o'tkazdik. Bugungi kunda bankimizda fuqarolar va tadbirkorlik uchun bir qancha kredit mahsulotlari bor. Hokimiyatimiz tavsiyasi orqali beriladigan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun berilgan kreditlarimiz 17 millioncha biznesga birinchi qadam kreditlarimiz 17 millioncha 27%dan 2 yillik kreditlar. Moliyaviy ommabop inklyuziv kreditlarimiz bor. Moliyaviy ko'mak 100 millioncha bo'lgan kreditlarimiz bor. Keyin biznes uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida prezidentimizda 312 qarori bo'yicha berilgan kreditlarimiz bor. Omonat mahsulotlarimiz bor. 1 yillik, 1,5 yillik, 2 yillik omonatlarimiz. 1 yilliklar 16%dan faizlar bilan to'lab beriladi. 1,5-2 yilliklarning 19%dan. Ular har oyda oyma-oy bo'lib to'lab beriladi faizlar.